Mana bu mendagi eng qimmatbaho zanjir. U seniki. Endi meni oliyjanobligim uchun yo'lladim. Juda ajoyib. Adashmasam, sen Habasiston podshohini taniysan? Albatta. Juda ham yaxshi taniyman. Yaxshi. Mana bu oltinlar unga. Agar hamma musulmonlarni bizga qaytarilishiga ko'ndira olsang, o'zingni ulushingni ham olasan. Bu ishni mendan boshqa hech kim eplay olmaydi. Sizni yana bir bor ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Mana bu sovg'alar siz uchun. Sen juda saxiysan. Siz bundan ham ortig'iga loyiqsiz. Bilishimcha sen shahringdan bu yerga panoh istab kelgan bir necha kishi masalasida bu yerga kelgansan. Isyonchilar hazrat oliylari, ular shahrimizda g'aloyon uyushtirdilar. Endi esa bu yerda ham shunday ishlarni qilishadi. Sizga yaxshilik qilishimizga ruxsat bering. Ularni bizga topshiring. Nazarimcha ular tinchlik sevar insonlarga o'xshaydi. Ular shahrimizda yangi dinga asos solishdi. Bu bilan boshqa dinlarimizni yo'qqa chiqarishmoqchi. Bunga nima deysizlar? Qirol hazratlari, qirolga ta'zim et. Biz yakka Allohdan boshqa hech kimga bo'yin egib ta'zim qilmaymiz. Ko'rdingizmi bularni? Shahanshoh hech qisi yo'q. Meni ularni menga emas, balki Allohga nisbatan munosabatlari ko'proq qiziqtiradi. Davom et. Buyuk qirol, biz yaqingacha johiliyatda yashab kelayotgan edik. Alloh bizga payg'ambarimizni yubordi. U bizni yolg'iz Allohga ibodat qilishga va hamisha rost so'zlashga chorladi. U zot bizga ota-onamizni sevib e'zozlashni, qo'shnilarimizga va nochorlarga yordam berishni o'qtirdi. U zot bizga yerdagi hayotimiz juda ham qisqa ekanini va bizdagi barcha narsa Allohning ne'mati ekanligini o'rgatdilar. Yerni, o'zimizni tanamizni asrashimiz kerak. Bir kun kelib biz Alloh huzurida barcha amallarimiz uchun javob beramiz. Ular e'tirof etayotgan narsalar Amr Isoni Injilida ham zikr etilgandir. Yo'q, qirol hazratlari, ular sizni diningizni hurmat qilishmaydi. Ularni aytishlaricha, Iso Xudoning o'g'li emas, balki oddiy odam xolos. Iso haqida Muhammad keltirganlarga ko'ra, biz u zotni bokira Maryam farjiga Alloh yuborgan ruh va Allohning bandasi deb e'tiqod qilamiz. Sizni diningiz bilan bizni dinimiz mana bu ikki nurdek o'xshash ekan. Alohida-yu, ammo bir quyoshning nuri. Men ularni senga hatto bir tog' oltinga ham almashmayman. Siz bu yerda o'zingiz istagancha yashayverishingiz mumkin. Sen esa Amr, oltinlaringni olginu Makkaga qayt. And return to Makkah. Abu Jahl ikki hoji o'zida borni garovga qo'yib, qimorda meni yutmoqchi bo'lishdi. Men hozirgina yutgan kishilar kovingiz emasmidingiz? Abu Jahlning jiyani Umar ibn Hattom ham islomni qabul qilibdi. Umar? Buyuk Umar-a? Ha, Umar. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U Qur'onni tinglagan ko'rinadi. Uning aytishicha, undagi so'zlar kuchi qalbimni ravshan etgan emish. Nima qilish lozimligini men bilaman. Ey muqaddas olihalar, tinglang. Biz musulmonlarni to'xtatishga ortiq qodir emasmiz, balki sizlar bunga qodirdirsizlar. O'chir ovozingni, sarxush ahmoq. Ularga vabo yuboringlar. Bas qil. Darvoqe,
Sen muammoga yechim topding. Rostdanmi? Ular bilan xuddi quvg'in qilinganlardek munosabatda bo'lamiz. Ularni haydab solamiz. Juda yaxshi. Keyin ular yolg'on yashiqlarini butun Arabistonga tarqatishadi. Ularni hech qayerga qo'yib yubormaymiz. Ular shu yerda qolishadi. Biz esa ularni ochlikda azoblashlarini tomosha qilamiz. Ochlikda qanday qilib? Biz shunday buyruq chiqaramiz va uni Ka'baga ilib qo'yamiz. Unga ko'ra hech kim Muhammadga ergashganlar va ularni himoya qilayotganlarga hech narsa sotmasin va xarid ham qilmasin. Ulardan qiz ham olinmasin, qiz ham berilmasin. Ularga hech kim yordam bermasin. Toki Muhammad tutgan yo'lni naqadar xato ekanini bilib olmaguncha ularni Makkadan quvg'in qilinsin. Rahmat Muhammad. Musulmonlar qo'rquv qildilar. Ularning ko'pchiligi o'z uylarida qolishdan qo'rqishdi. Tirik qolish uchun ular yaqin atrofdagi balandlikka ko'chib chiqdilar. Kechiring, ko'proq bera olmayman. Oyijon, men hali ham ochman. Bilaman, bolajonim, bilaman. Dada, Habashistonga borib Malikni topsak qanday bo'lar ekan? U yerga borishga bizga yo'l qo'yishmaydi. Malik bizning ahvolimizdan xabardormi? Unga xabar yuborgan edim. Lekin bu yoqdan xabarim yo'q, hadi. Malik, bu yerga hozir keta olmaysan. Yana yolg'iz o'zing. Oilam qiynalib turganda men bu yerda qola olmayman. Seni kuni bilan kutib turgan edim, Amar. Rasulullohning ayollari Hadicha oz miqdordagi ovqat zaxirasi uchun o'zida bor narsasini sotdi. Ammo u ham ko'pga yetmaydi. Bu voqea 3 yil davom etadi deb kim ham o'ylabdi deysan? Yo Rasululloh, siz ancha holdan toydingiz. Bilaman, islom bizni sabrli bo'lishga chaqiradi. Ammo boshqalarni o'ylab butunlay ovqatlanmay qo'ydingiz. Nima bo'ldi? Muhammadga ayt. Uning gaplarini Quraysh ulug'lariga yetkazaman. Ahvolingiz yaxshi emas-ku? Ahvolim u qadar yomon emas. Salomatliging yomonligidan ta'sifdaman, Abu Talib. Ishonmayman. Men olamdan o'tsam, hukm chiqarishlik huquqi seni qo'lingga o'tadi. Shunda Muhammadni bir yo'qlik qilish ancha osonlashadi. Shunday emasmi? Ha, xuddi shunday. Unda sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim hammangizni xursand qilsa kerak. Hozirgina Muhammad menga bir narsani xabar qildi. Agar uni xabari noto'g'ri bo'lsa, unda uni nima qilsangiz qilavering. Agar u haqiqat bo'lsa, unda unga va barcha musulmonlarga qilayotgan zulmingizni bas qilasiz. Qanaqa xabar ekan u? Musulmonlarga ta'zib o'tkazish haqidagi Ka'baga ilib qo'ygan shartnomangizni bir qurt yeb bitiribdi. Unda faqatgina qudratli Alloh nomi bilan degan so'zlar qolibdi xolos.